Xitoy sepelidan Tehrongacha so'zilgan bir ittifoqdoshlik bugungi kunda dunyo tartibini yeltizidan qayta shakllantirmoqda. Eron bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat endi oddiy bir energiya savdosila emas, balki uningdan ko'p olib ketdi. Fly, Shanghai Bitcoin'ga o'xshash nurg'un shirkatlar Eronni boshqariladigan bomba va fidoi tizgin uchqu aeroplanlarining ichiga o'rnatiladigan elektronlik o'zaklari bilan ta'minlaydi. 1979-yildagi Eron inqilobi bilan boshlangan bu strategiyalik musofa bugungi kunda taraqqiy qilgan boshqariladigan bombalar va murakkab tor qalqonlari sohasida davomlashmoqda. G'arbning jazo tomlari egizlagancha Sharqning bu ikki gigant kuchi taxmi yaqinlashdi. 25 yillik zo'r kelishimning moddalari osmondagi Xitoy sun'iy hamrohlari bilan birlikda O'rta Sharq urushining yo'nalishini belgilashi mumkin. Davlat taraf yurgizgan besim siyosatlari Ondan Joe Biden davridagi texnikalik bir gavdalash bosqichi bu ittifoqdoshlikni keyniga yong'ila bo'lmaydigan bir nuqtaga ittirib kirdi. Raqamlik nazorat sistemlaridan tortib sun'iy hamroh qo'llashidagi boshqarilgan bomba planlarigacha har bir tafsilot bu yangi dunyo tartibining bir qismiga aylandi. Beijing hukumati tayyor uskunalarini topshirib berish bilan cheklanmay, Tehronni inchki o'zaklar, radar uskunalari va yerlik o'q-dorilarning to'sh iqtidorini oshiradigan motor zapchaslari bilan ta'minladi. Agar Eron yiqilsa, Xitoy uchun yangi bir bosqich boshlanadi. Chunki u o'zining eng chong energiya ta'minlaguvchisi bilan bo'lgan aloqasini yo'qotib qo'ydi. Hamda kundalik ehtiyojining 12%ni boshqa ta'minlaguvchilardan sotib olishga majbur bo'ladi. Bu filmimizda Eron islom inqilobidan bugungi kungacha bo'lgan musofani ko'zdan kechiramiz. Xitoyning Eronga tutgan pozitsiyasi, shundaqla yaqinqi urush mezgilida ko'rsatgan deb qaralgan harbiy, siyosiy va iqtisodiy qo'llashlarni muzokara qilamiz. Birinchi bo'limda 1979-yildagi Eron inqilobidan boshlab 2006-yili boshlangan 5 qo'shilgan bir guruhi bosqichigacha bo'lgan musofani bayon qilamiz. Ikkinchi bo'limda 5 qo'shilgan bir guruhi davrini, ondan davlat tarafining birinchi qatimliq prezidentlik mezgildagi munosabatlarini, orqadan Joe Biden bosqichini va oxirida tarafning ikkinchi qatimliq davri bilan urush yo'nalishiga baho beramiz. Eron inqilobi dastlabda Xitoy uchun aniqsizlarga to'lgan edi. Ammo Xitoy o'zining O'rta Sharqdagi ta'sir kuchini kengaytirish orzusi sababidan uni e'tirof qilishga oldirdi. 1980-yili 14-yanvarda Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida tutqunlar krizisini hal qilish uchun Eronga iqtisodiy jazo yurgizish taklifini berdi. Bilet tashlash natijasida 10 bilet qo'llab, 2 bilet qarshi chiqdi. 2 bilet voz kechdi. Xitoy vakili bilet tashlamadi. Taklif Sovet ittifoqining rad qilish huquqini ishlatishi bilan rad qilindi. 2 haftadan keyin Eronning sobiq diniy rahbari Xumayni ayni vaqtda parlament a'zosi bo'lgan Ali Xameneyni diplomatik pozitsiyani yetkazish uchun Xitoyga avatdi. Eronning hozirgi tuzilmasi qurilgandan keyin G'arbning quyuq harbiy va savdo jazolari boshlandi. Bu Xitoyning Eron uchun asosliq va hayotiy ahamiyatga ega qurol ta'minlaguvchiga aylanishini keltirib chiqardi. Eron-Iroq urushi mezgilida Xitoy garchi ikkala tarafga qurol sotgan bo'lsa-mu, ammo Tehronga avatgan silkavrum boshqarilgan bombalari, tanka va urush aeroplanlari uni Eron mudofaasining eng muhim omillaridan biriga aylantirdi. Albatta bu yaqinlashish faqat harbiy va siyosiy sabablar tufaylidan boshlangani yo'q. Chunki ikkala davlat na sharqlik, na g'arblik emas degan shuarni qo'llanadi. O'tgan asrning 90-yillarining boshida Xitoy Eronga yadro texnikasi sohasida madad berdi. Ammo bu siyosat 1997-yili Amerikaning besimi bilan to'xtatib qo'yildi. 1933-yili Xitoy sap neft import qiluvchi davlatga aylanishi bilan Eronning energiya boyliqlari zo'r qiziqish nuqtasiga aylandi. Hatto Xitoy shirkatlari Tehron metrosini yasab berdi. Eron Xitoyni o'zining yadro planiga munosabatlik G'arbning jazo tahdidlariga taqobil turishdagi bir bexatarlik omili deb bildi. 2000-yillarning boshida Eron bilan G'arb o'rtasidagi jiddiychilik kuchaydi va Tehron butunlay Osiyoga yuzlandi. 11-sentabr hujumidan keyin Amerika sobiq prezidenti kichik George Bush Eron, Iroq va Shimoliy Koreyani rezillik o'qi deb atab, bu davlatlarni terrorlikni qo'llaydi va ximiyalik qurollarni taraqqiy qildiradi deb qaradi. Ammo Iroqqa tajovuz qilib kirgandan keyin uning qo'lida ximiyalik qurollarning yo'qligi oshkorlandi. Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoy munosabat jihatda Eronga eng yaqin davlatlarga aylandi.
2004-yili İran bilan Sinopec şirkati o'rtasidagi Yadavaran neftlikka kelishimi ayni vaqtdagi eng cho'ng energiya savdolarining biri bo'lib, qimmati taxminan 70 milliard dollar edi. 2007-yili bu kelishim neftlikka qo'shimcha mablag' selish va tabiiy gaz sotib olish savdolarini o'z ichiga olgan holda kengaytirildi. Bu mezgilda Xitoy İran bilan bo'lgan munosabatini hargizmi Washington bilan bo'lgan munosabatidan ustun qo'ymadi. Ammo shundoq bir vaqtda İranni o'zining O'rta Sharqdagi eng muhim strategiyalik hamrohi deb bilib keldi. 5 qo'shilgan bir guruhisining musofasiga kelsak, garchi u 2006-yili rasmiy tus olgan bo'lsa-mu, ammo G'arbning İran yadro planiga qarata harakatlari aslida 2003-yildan 2005-yilgacha bo'lgan aralıqda boshlangan edi. Fransiya, Angliya va Germaniya İran bilan Yevropa ittifoqi 3 taraf guruhi deb atalgan suhbat ramkasiga yetakchilik qildi. Ammo masala butun dunyoviy masalaga aylanganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti suhbatga aralashdi. 5 qo'shilgan bir guruhidagi P harfi inglizchadagi doimiy a'zolar degan so'zni ko'rsatadi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolaridir. U chog'dagi davlatlar Amerika, Xitoy, Rossiya, Fransiya va Angliya edi. Germaniya bo'lsa Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lmasa-mu, İran bilan bo'lgan cho'nqur savdo munosabati va Yevropa diplomatiyasidagi salmoqi sababidan bu jarayonga kirgizildi. Kelinglar, bu davlatlarning İranga tutgan kun tartibiga bir-birlab qisqacha nazar solaylik. Amerika İranning yadro tahdidini yo'qotishga Isroiliyaning bexatarligiga kafolatlik qilish va Tehronning rayondagi ta'sirining kengayishini to'sish orqali uning rayondagi hukmronlik orzusini cheklashga tirishdi. Rossiya bo'lsa Amerikani O'rta Sharq bilan aldirash qilib qo'yishni, İranni bir to'saq davlat sifatida ishlatishni va qurol sotish sohasida yangi savdolarni qilishni maqsad qildi. Fransiya, Germaniya va Angliya savdo muqimligini qo'lga keltirishga texmi bakrak ahamiyat berdi. Chunki ular jazo bekor qilingandan keyin bo'libmi avtomobil, energiya va hashamatlik buyumlar sohasida İranning g'oyat zo'r bozoriga qaytib kirishni umid qildi. Buningga qarshi Xitoy İran neftining uzilib qolmay kirib turishiga kafolatlik qilishni va Amerikaning o'zini strategiyalik qo'rshovga ilish tirishchanligini parchalashni maqsad qildi. Bu bosqichda Xitoy İranni butunlay qo'g'dimadi. Shundaqla jazo berguvchi G'arb lageriga qo'shilmadi. Balki o'z strategiyasini 3 asosliq turik ustiga qurdi. Birinchi turikda u rad qilish huquqini tinch va shavqinsiz ishlatishni tanladi. Ammo Rossiyaga o'xshash G'arb bilan bo'lgan munosabatini butunlay uzib tashlamadi. Jazoni yeniklatish uchun suhbatlashdi. Ammo oxirgi bilet tashlashlarda dunyo tartibidan chetnab qolmaslik uchun deb bilet tashladi. Shundaqla Washington bilan Tehron o'rtasidagi inchga tamponliqni saqladi. İran uchun Amerika bilan, Amerika uchun İran bilan o'chashmadi. Oddiy qilib aytganda, İran yadro quroliga ega bo'lmasligi kerak, ammo shuning bilan bir vaqtda İran tuzilmasi-mu gumron bo'lmasligi kerak. Amaliyotda u Amerikaning qattiq tili bilan İran o'rtasida jimg'ur tarjimon rolini o'ynadi. Bo'libmi 2013-yildan 2015-yilgacha bo'lgan to'xtab qilish mezgillarida hal qilish chorasi tepishga tuhfa qo'shdi. Masalan, Arak yadro reaktorini zamoniylashtirish imtiyoziga erishdi. G'arb banklari İran bilan hamkorlashishni to'xtatganda, Xitoy o'zining bank sistemasini va yerlik pul bilan savdo qilishni ishga soldi. Bu İran iqtisodining butunlay vayron bo'lib ketishining oldini oldi. Xitoy 5 qo'shilgan bir musofasidan o'zining strategiyalik mavjudligini cho'nqurlashtirish fursati sifatida foydalandi. G'arb İranga besim tushirishga tirishayotgan bir vaqtda Xitoy asta-asta İranning eng cho'ng savdo hamrohiga aylandi. 2015-yili yadro kelishimi imzolandi. Uningda İranning uran quyuldirishini azaytishi, zapas miqdorini tuvallatishi va santrifuga sonini cheklashi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro yadro energiyasi organining nazoratiga yo'l qo'yishi belgilandi. Buning badaliga jazo bekor qilindi va İran nefti xalqaro bozoriga qaytib keldi. 2016-yili Xi Jinping İranda rasmiy ziyoratda bo'ldi va ikki taraf umumyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatganligini jakarladi. Shundaqla mudofaa ministrliklari o'rtasidagi hamkorlik va terrorlikqa qarshi turish sohasida axborot almashtirish kuchaytirildi. Hamda davlat tarafining birinchi qatimliq prezidentlik davriga o'tayli. Bu mezgilda İranga qayta jazo yurgizildi va Xitoy bilan yaqinlashishning yangi bir bosqichi boshlandi. 2018-yili Amerika yadro kelishimidan butunlay chiqib ketdi.
va eng yuqori besim siyosatini qo'llandi. Trump Iran neftining xalqaro bozorga kirishini xohlamadi. Buningga qarshi Xitoy eng chong neft import qilg'uchiga aylandi. 2025-yildan 2026-yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoy Iranning kuniga taxminan 1,4 million ton neft import qiladi. Bu uning umumiy neft importining taxminan 12%dan 14%gacha bo'lgan qismiga to'g'ri keladi. Shundaqla Iran neft eksportining 90%dan ko'pragi bevosita Xitoyga boradi. Bu savdo 2024-yili Iranni taxminan 32,5 milliard dollar bilan ta'minladi. Albatta jazoni aylanib o'tish uchun neft paraxotlari oldi bilan Malayziya yoki Omonga boradi. Ondan boradigan yo'nalishi va kimligini o'zgartib Xitoyga yetib keladi. Isqo'g'lash uskunalarini taqib olgan koni va sug'urta qilinmagan paraxot atriti ishlatiladi. Shundaqla uchuq dengizda neft bir paraxotdan yana bir paraxotga yo'tkiladi. Bu jarayonda Iran nefti hujjatlarida Malayziya aralashma nefti yoki Oman nefti deb qayta turiga ayriladi. Xitoy hukumati bo'lsa dunyoviy zarbalarning xalq va sanoat sohasiga bevosita ta'sir ko'rsatishining oldini olish maqsadida bosqichliq oshirish va planliq mudohala qilish siyosatlarini qo'llanmoqda. Benzin, aeroplan yiqilg'usi va dizel qatorliq pishiqlab ishlangan mahsulotlarni eksport qilish cheklandi. Buningga taqobilan Xitoy o'zining 1,3 milliarddan 1,6 milliard tongacha bo'lgan strategik neft zapasini bozorga soldi. 10 mart kuni 1 tonna benzin va dizelning bahosi 100,5 dollar oshdi va dizelning bahosi 100 dollar oshdi. 2026-yildagi urush portlashdan sal ilgari va to'g'inishning dastlabki bosqichlarida Iranning Xitoyga avatgan eng chong neft yuki 11 million tondan eshib ketgan g'oyat zo'r miqdorga yetdi. Bu yerda aniq bir ko'rinish bor edi. Bir tarafda Amerika ko'pincha zamonaviy iqtisodiy sistemalardan chiqarayotgan bir davlat. Yana bir tarafda o'z pulining ishlatilish doirasini kengaytirishga tirishayotgan bir cho'ng kuch. 2026-yildagi urush sababidan Hormuz bo'g'ozi tahdidga uchradi. Shunga yuk tashish mashg'ulotlari bo'g'ozning sirtiga joylashgan Jask neft terminali orqali olib berilishga boshladi. Bu ikki omilning birlashishi bilan dollarning hukmronligiga taqobil turishning yangi bir sinoq tirishchanligi o'ttirg'a chiqdi. Bu o'rinlashtirishlar Iran uchun bir hayotlik yo'lig'i. Xitoy uchun bo'lsa, uningga O'rta Sharqning ochqushini tutqizadigan bir egidorlik hujjatiga vakillik qiladi. Iranning ko'nirab ketgan havo armiyasini zamonaviylashtirish uchun Xitoy shirkatlarining ta'minoti tizlashdi. Bo'libmi Iranni J-10C tipliq urush aeroplanlari bilan ta'minlash orqali Joe Biden davriga kelganda harbiy manevrlarning ko'payganligini ko'ramiz. Rossiya, Iran va Xitoy 2022-yili, 2023-yili va 2024-yillari Oman qo'ltiqida birlikda manevr o'tkazdi. Bu bosqichda Xitoy bevosita harbiy suplarni setishning o'rniga Iranni uning qurollarining to'sish iqtidorini oshiradigan elektronlik o'zaklar, radar sistemalari va motor zapchaslari qatorliq zapchaslar bilan ta'minlashga ahamiyat berdi. 2022-yili boshlangan ahso amniy namoyishlaridan keyin jamiyatni kontrol qilishni kuchaytirish uchun Xitoy shirkatlarining yordami talab qilindi. Isroiliyaning Tehrondagi asosan barliq qatnash kameralariga yillar ilgari singib kirganligi va buning Ali Xameneyga qilingan suiqasdning muvaffaqiyatli bo'lishida hal qilg'uvchi rol o'ynaganligi yozildi. Hikvision dunyodagi eng chong yuqori aniqlikdagi kamera ishlab chiqaruvchilarning biri bo'lib, 2008-yildan buyon Eronda faoliyat olib bormoqda. U Tehron va boshqa shaharlarda eng keng tarqalgan ul aslahani tashkil qiladi. Shundaqla bu shirkat Isroiliya bilan bo'lgan munosabati tufaylidan BDS harakatining xalqaro boyqut qilish tizimligiga kirgizilgan. Bu texnika bo'lsa 2010-yildan boshlab Iran bozorida mavjud bo'lib, chiroy tunish sistemasi va aqliy iqtidorli kameralar bilan ta'minlaydi. Bo'libmi yaqinqi yillarda Iran inqilobiy muhofazatchilari, soqchilar va harbiy qismlarining kamera sistemasi va sun'iy aqlga tayinadigan texnikalar bilan ta'minlaganligi bilan tunildi. Agar Hikvision bilan Tandi ko'zga vakillik qilsa, Miapiko shirkati menga rolini o'ynaydi. U sonliq ma'lumotlarni chiqarish va raqamlik jinoiy ishlar tekshirish sohasida ishlatildi. Bu texnikalar namoyish jarayonida musodir qilingan telefonlarning maxfiy nomerini echish va o'chirib o'tilgan uchurlarni asliga keltirish uchun ishlatilgan. 2025-yildagi 12 kunlik urushdan keyin sun'iy hamroh sohasida aniq bo'shliqlar ko'rildi. Changwon Stellit shirkati dunyodagi eng chong savdo sun'iy hamrohi yiroqdan sezim aloqa atritiga ega bo'lib,
İranni yuqori aniqlikdagi tasvirlar bilan ta'minlaydi. Bu orqali Amerika va Isroiliyaning rayondagi faoliyatlarini 24 soat nazorat qilg'ili bo'ladi. Shanxayga joylashgan Mizar Weixin shirkati bo'lsa, sun'iy hamroh sonliq ma'lumotlarni ishlatishga bo'ladigan axborot uchurlariga aylantirishga ahamiyat beradi. Bu shirkatlar sun'iy aql orqali bayqalgan jismlarni avtomatik farqlantira oladigan hisoblash usullarini taraqqiy qildirmoqda. Gage Network shirkati bo'lsa, Eronning butkul tor iqimini nazorat qilishiga va xohlagan vaqtda muayyan rayonlarning torini butunlay uzib tashlashiga yordam beradi. 2025-yildan boshlab Eron Amerikaning kontrolligidan qutulish uchun yer shari o'rin belgilash sistemasi GPS-dan ayrilib, tanlash sifatida Baidu yo'l boshlash sistemasiga yuzlandi. Bu faqat o'rin belgilash bilan cheklanmay, balki signalga daxl qilish va harbiy saviyadagi maxfiylashtirilgan signallarga erishish ixtiyorini o'z ichiga olgan edi. Shundaqla Xitoyning Kasis shirkati bilan CM302 tiplik paraxodga qarshi boshqarilgan bomba setib olish uchun aloqa o'rnatildi. Bu sistemalarning Isroiliya tarafidan to'g'ri besib kirishiga uchrash ehtimollari haqida keng munozaralar bo'lyapti. Uskunalarning ichiga asli loyihada bo'lmagan, ammo muayyan signallar orqali qo'zg'atiladigan inchki elektronlik toklar o'rnatilgan deb qaralmoqda. Shundaqla bu shirkatlar ta'minlagan qarallik bexatarlik yangilanmalarning ichida maxfiy jasuslik yumshoq detallar bo'lishi mumkin. Bu sonliq ma'lumotlarning Isroiliyaga sirg'ib kirishiga yo'l ochadi. Bu sistemalar signalga taqlid qilish va sun'iy hamrohlarga daxl qilish qatorliq elektronlik urush usullarini qo'llanishga tirishadi. Joe Biden davrida 2020-yili imzolangan 25 yillik kelishimning bexatarligiga oid qo'shimcha moddalari amaliy kuchga ega bo'ldi. Amerika Moliya Ministrligining dokladlarida oshkorlanishicha, Eronning Rossiyaga avatgan va O'rta Sharqda ishlatilayotgan Shohid tizgin uchqu aeroplanlarining elektronlik zapchaslari Xitoy shirkatlari orqali ta'minlangan. AC Fly, Shanghai Bitcoin shirkatlarining bu eksportlarining orqasida ekanligi aniqlandi. Butkul bu sistemalarning Isroiliya tarafidan to'g'ri besib kirishiga uchraganlik farzi keng doirada munozara qilinmoqda. 2025-yildagi 12 kunlik urush mezgilida Eron Xitoyning BDS-2 yo'l boshlash sistemasini ishlatdi. Eronning boshqarilgan bombalari va tizgin uchqu aeroplanlari qo'yiq signal daxlisiga uchragan bo'lsa-mu, unumli natija ko'rsatdi. Ammo urushdan keyin Eron daxliga va ozdirishga qarshi yuqori chidamchanlikka ega bo'lgan DBS-3 nusxasiga o'tdi. Endi davlat tarafining ikkinchi qatimliq prezidentlik davriga o'tayli va yaqinqi urush mezgilidagi Eron-Xitoy munosabatini munozara qilayli. Bu bo'limda Xitoyning Eronga ko'rsatgan qo'llash shakllarini, ularning harbiy hamkorligini, shundaqla Xitoyning Eronni tashlab qo'yganligiga doir ayblashlarni bir taraf qilamiz. 2025-yilning oxiriga kelganda Xitoyning eng taraqqiy qilgan paraxodga qarshi boshqarilgan bombalardan biri bo'lgan ovozdan tez uchadigan CM302 Eronning qirg'oq mudofaa qismlariga o'rinlashtirildi. Xitoy yana Eronning kollektiv hujum qilish taktikasini kuchaytirish maqsadida radardan yushirilish iqtidori yuqori bo'lgan zamonaviy katamaran tipli hujumchi kemalarni yasashga madad berdi. Shundaqla Eronga ELC-8B taraqqiy qilgan radar sistemalari ta'minlandi. Eronning boshqarilgan bomba iskilotini tez suratda zamonaviylashtirish uchun Xitoy shirkatlari orqali qattiq yiqilg'u zapchastlari ta'minlandi. Xitoyning savdo va harbiy sun'iy hamroh to'rlari Tehronni Amerika aviamatkalarining harakati va Isroiliya havo armiya bazalari haqida dal vaqtidagi uchurlar bilan ta'minlab, maydondagi to'qinishni zo'r darajada oshirdi. Amerika Moliya Ministrligining doklatiga asoslanganda, Barzin va Shabdis nomli yuk paraxodlari 2025-yili yanvar bilan 2026-yili mart oralig'ida Xitoyning portidan 3000 tonnadan ortiq natriy perklorat yuklab yo'lga chiqqan. Bu modda boshqarilgan bombaning qattiq yiqilg'usi sifatida ishlatiladigan ammoniy perklorat ishlab chiqarishdagi asosli xom ashyo hisoblanadi. 2025-yildagi Isroiliya hujumlaridan keyin bu g'oyat zo'r yuk tashishlar Eronning boshqarilgan bomba zapasini tez suratda asliga keltirishga sharoit yaratib berdi. Meningcha 2026-yildagi urushning eng chong burilish nuqtasi Eronning Amerika kontrolligidagi yer shari o'rin belgilash sistemasidan chiqib ketishi bo'ldi. Baidu 3 yo'l boshlash sistemasining qo'llanilishi bilan Eron boshqarilgan bombalarining nishonga tegish xatolik nisbati aran 10 metr bilan 20 metr oraliqqa tushdi. Boshqarilgan bomba gavdasi va motorlarini yerlikda ishlab chiqarish iqtidoriga ega qilish uchun Eron Xitoydan inchki mashinalarni sotib oldi.
Shundaqla Chengdu şirketi orqali puhralar ishlatish niqobi ostida yuqori chidamchanlikqa ega karbon talosi ta'minlandi. Endi gapimizni xulosalasak, Iran bilan Xitoy o'rtasidagi quyuq munosabatlarga qaramay, Xitoyning 2026-yildagi urush jarayonida Ironga unumli madad bermaganligiga doir da'volari mavjud. Xitoyning tanka, aeroplan yoki harbiy paraxod avatmaganligi rost. Ammo bugun O'rta Sharq osmonlarida uchayotgan Iran boshqarilgan bombalarining yasalishiga ketgan xom ashyolar Xitoydan kelgan. Iran Xitoydan faqat tayyor boshqarilgan bombalarni emas, balki uning ichidagi yiqilg'u texnikasini, yo'tkirish belgilaydigan sun'iy amroh signallarini, gavdasi yasalanadigan karbon talosini va dushmanni farqlantiradigan radar sistemalarini qo'lga keltirdi. Bu ko'p qatlamli qo'llash Iranni boshqarilgan bomba sohasidagi taraqqiy qilgan davlatlarning biriga aylantirdi. Onunga yurgizilgan jazolar bo'lsa, Xitoylik injenerlar va Ironlik rahbarlarning qo'lida yangi bir qarshilik ko'rsatish qurg'oniga aylandi. Koinotdagi sun'iy amrohlardan tortib dengizdagi boshqarilgan bombalargacha bu barliq omillar bu ikki kuchning o'rtaq tamg'asini ko'tarib yurmoqda. Rayondagi kuch tamponligi hamda faqat neft trubalari orqali sezilmay, balki seletsiya o'zaklari va sun'iy amroh signallari orqali qurilmoqda.